Kistani erta davolamaslik nimaga olib keladi? Oldin kista haqida gaplashaylik. Endi kista degani bu shunday xaltacha bo'ladi. Xaltachani ichida suyuqlik bo'ladi. Kistani turlari juda ham ko'p. Hamma parenximatoz a'zolarda kista uchraydi. Ya'ni kistalar ko'proq shakliga qaraysiz, katta kichikligiga qaraysiz. Chunki funksional kistalar ham buralib qolishi mumkin. Oyoqchada bo'lishi mumkin, juda katta bo'lsa yorilishi mumkin. Qon tomirlar sistemasiga yaqin yorilsa, apopleksiya deyiladi. Bu ko'p holatlarda albatta jarrohlik yordamiga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Tuxumdonlarda bo'ladigan kistalar siz hech qanaqa lecheniya qilmasangiz ham o'zi so'rilib ketadi. Bunday paytlarda birdaniga borib jarrohlik yo'li bilan olib tashlash degani emas. Shuning uchun uni kuzatish kerak. Lekin boshqacha kistalar bo'lsa, uni ichida misol uchun endometrioidli kistalar bor. Aytaylik, shokoladli kistalar deyiladi. Bunlarni albatta o'smayotgan bo'lsa yoki bo'lmasam yomon sifatli kistalarga aylanmayotgan bo'lsa, bunlarga teginish kerak emas. Vrach bilan birgalikda davo choralarini ko'rish kerak.